Futbol tarixidagi eng buyuk transferni Real amalga oshirgan. Ishonmaysizmi? Unda kanalimga obuna bo'lib qo'ying, men sizlarga buni isbotlab beraman. Unda boshladik. Cristiano Ronaldoning Real Madridga transferi futbol tarixidagi eng buyuk transfer hisoblanadi. Nega? 2009-yil yozida Sir Alex Ferguson Cristianoni qo'yib yubormoqchi emasdi. Muxlislar ham uni olib qolishga iltimos qilishardi, ammo Ronaldo bolalik orzusi bo'lgan klubga o'tishga qaror qildi va mana 94 million yevrolik rekord transfer. O'sha paytda ulkan pul edi bu va bu transfer juda xavfli tuyulgan. Florentino Perez yangi galaktikani yig'ish uchun qaytgan edi. Agar Ronaldo o'zini ko'rsatmasa, hammasi barbod bo'lish ehtimoli bor edi. Lekin Cristiano nafaqat kutilgan darajani oqladi, balki kutilganidan ham ortig'ini berdi. 438 ta o'yinda 450 ta gol. U final va yarim finallarda gol urardi. El Clasicolarda yorqin o'ynardi. Ketma-ket 6 ta mavsum Chempionlar Ligasining eng yaxshi to'purariga aylandi. Bu shunchaki samaradorlik emas, bu hukmronlik edi. Ammo muvaffaqiyat faqat futbolda emas, tijoratda ham. Ronaldo Real Madridning brendining asosiy yuzi bo'ldi. Faqat futbolkalarning sotilishidan Real ilk yilida 100 million yevrodan ortiq daromad ko'rdi. Cristiano klubda bo'lgan yillarda daromad futbolkani o'zidan taxminan yarim milliard yevroga chiqib ketdi. 9 yil ichida Ronaldo Real bilan 17 ta sovrin yutdi. Faqatgina Chempionlar Ligasi ketidan kelgan pullarni hisoblaganda UEFAdan klub taxminan 330-360 million yevro ishlab oldi. Umuman olganda Ronaldo Realga kelgan 9 yil ichida taxminan 1 milliard yevro daromad keltirgan. Bu esa shunchaki fantastika.